Bir yilda qanday qilib MK zonasi orqali 100 ming dollar daromad qildim va siz ham qanday qilib daromad qilishingiz mumkin. MK zonasi orqali 2025-yilda men 100 ming dollarga yaqin daromad qildim. Buni u yoq 100 ming dollar deb prezentatsiyada yozib qoldirdim. O'zimga birinchi navbatda MK zonasini o'rganganimdan so'ng Li9 avtomobilini xarid qildim 2025-yilda. Va undan so'ng o'zimga yaqinda Instagramda ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, Zikr 001 avtomobilini xarid qildim. Aynan MK zona strategiyasi orqali, ya'ni savdo qilaman va mana shu savdolarim natijasida ko'plab yutuqlar va ko'zga ko'rinar mashinalar va hashamatli yana o'zimga narsalar xarid qildim. Men Telegram kanalimda MK zonasini tashab boraman va o'zim ham zona topaman. Men bilan birgalikda live zonalarni topishingiz mumkin, onlayn ham, offlayn ham. Va kanalga tashab boradigan zonalarimni birga bir siz ham topishni o'rganasiz.